tekinga lifehack Matiz mashinalarida akalar, mashina siltab qoladi, chek chirog'i yonib qoladi. Shuni o'zingiz uy sharoitida o'chirib, to'g'rilab olish yo'lini o'rgatib beraman. Mana videoda yaqinlashtirgan. Akkumulyatorda mana minus kelemasini bo'shatib olganmiz. Hozir video uzoq bo'lib ketmaslik uchun mana biz bo'shatib olganmiz tayyorda. Bitta 10 kulch bilan shuni bo'shatasiz. Plus kelema ulanib turadi joyida mana. Yaqinlashtirgan ulanib turibdi akalar. Akkumulyatorimiz yangi o'zi. Minusda shu plusga ulaymiz. 14 sekund ushlab turamiz akalar. Bu 70% mashinada bo'ladigan narsa. Sparkmi, Gentra'mi, Lacetti hammasida bo'ladigan narsa. Biz Malibudan pastda qilaverasiz, bilsangiz mashinalarda. Tavsiya qilaveramiz. 14 sekund ushlab turganingizdan keyin taxminiy 14 sekund bo'ldi. Biz bu oldin qildik. Biz mana endi ulaymiz akkumulyatorda. Mana kelemani qattiq qilib qatirib berasiz. Ko'rdingizmi mana? Hop, bu narsa mana hech nimaga ziyoni yo'q, hech narsa kuymaydi. Nexia, Lacetti hamma mashinada qilsangiz bo'ladi. 70% mashinalarda bo'ladi o'zimiz jam mashinalarda. Texod datchiklari, vang'illar, оборот qaytmay qoladi, svetoforlar to'xtasangiz, yo'q mana tushvaradachi atkazib qoladi. Shu narsalar miyada qolib ketgan ошибкасini xotirasida xatolarni o'chirib yuboradi. Keyin kalitni ochib qo'yasiz, bir 2-3 sekunddan keyin o'chirasiz. Ikkinchi marta ochib turib, shuni yurgizsangiz mashinangiz tiniq holatda yurib ishlab turaveradi.